Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Kufr so'zining qanday ma'nolari bor? Kufr so'zi lug'atda bekitish va to'sish ma'nolarini anglatadi. Shu ma'noda barcha moddiy va ma'naviy narsalarni to'sishga nisbatan arab tilida kufr so'zi ishlatiladi. Kufr so'zi Qur'oni Karimda bir qancha ma'nolarda kelgan. Birinchisi, bekitish ma'nosida. Astaizu billah kamathali g'oysin a'jabal kuffara nabatuhu. Sadaqallohul azim. U xuddi o'simligi dehqonlarni ajablantirgan yomg'irga o'xshaydir. Hadid surasi 20-oyat. Ushbu oyatdagi al-kuffaro, kofirlar kalimasi tuproqqa urug'ni bekituvchilar, ya'ni dehqonlar ma'nosida kelgan. Ikkinchisi, noshukrlik qilish ma'nosida. Astaizu billah la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi la shadid. Sadaqallohul azim. Qasamki, bergan ne'matlarimga shukr qilsangiz, albatta ularni yanada ziyoda qilurman. Bordi-yu, noshukurchilik qilsangiz, albatta azobim ham juda qattiqdir. Ibrohim surasi 7-oyat. Ushbu oyatdagi kafartum so'zi kufr keltirsangiz so'zi noshukurlik qilsangiz ma'nosida kelgan. Uchinchisi, inkor etish ma'nosida. Astaizu billah فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Sadaqallohul azim. O'zlariga tanish zot Muhammad kelganda uni inkor etdilar. Baqara surasi 89-oyat. Ushbu oyatdagi kafaru, kufr keltirdilar so'zi bilib turib inkor etdilar ma'nosida kelgan. To'rtinchisi, iymon qarshisidagi kufr ma'nosida, ya'ni iymon keltirmasdan kofir bo'lish ma'nosida. Astaizu billah va man yakfur billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallohul azim. Kim Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va oxirat kuniga kufr keltirsa, batahqiq qattiq adashgan bo'ladi. Niso surasi 136-oyat. Ushbu oyatdagi yakfur, kufr keltirsa so'zi iymon keltirmasa ma'nosida kelgan. Hadis-i shariflarda ham kufr so'zi bir qancha farqli ma'nolarda kelgan. Birinchisi, shahodat kalimalarini uzrsiz ravishda aytmaslik ma'nosida. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu inna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: Umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illalloh. Faman qala la ilaha illalloh asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Rawahu Muslim. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men la ilaha illalloh degunlarigacha insonlarga qarshi kurashishga buyurildim. Bas, kimki la ilaha illalloh degan bo'lsa, mendan molini va jonini saqlab qolibdi. Faqat buning islomning haqqi bundan mustasnodir. Uning hisobi Allohga havoladir dedilar. Muslim rivoyat qilgan. Ushbu hadisda shahodat kalimalarini aytmaslikka biror uzri bo'lmasdan turib, ularni aytmagan kishiga dunyoda mo'minlik hukmi berilmasligi bayon qilingan. Inson umri davomida bir marta la ilaha illalloh deyishi uning mo'min bo'lishiga kifoya qiladi. Ammo ushbu shahodatini buzib qo'yuvchi so'z va amallardan saqlanishi shartdir. Ikkinchisi, musulmonni kofirlikda ayblash ma'nosi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. رواه البخاري. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar bir kishi o'z musulmon qardoshiga ey kofir desa, albatta ulardan biri unga qaytadi dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Ushbu hadisda musulmonni kufrda ayblashda aytuvchining o'zini kufrga olib borish xavfi borligi bayon qilingan. Ya'ni bu gapni aytuvchining so'zi yolg'on bo'lsa, iymonni kufr degan bo'lib qoladi. Mo'minning iymonini kufr deyish esa kufr bo'ladi. Uchinchisi, noshukrlik qilish ma'nosida. An Jabirin anin Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: Man u'tiya ata'an fawajada falyajzi bihi wa man lam yajid falyuthni فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر. رواه الترمذي. Jabir raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimga biror sovg'a berilsa, imkoni bo'lsa, uni ham sovg'a bilan taqdirlasin. Kimning imkoni bo'lmasa, rahmat aytib duo qilsin. Albatta kim rahmat aytib duo qilgan bo'lsa, uni taqdirlagan bo'ladi. Kimki bekitsa, rahmat aytib duo qilmasa, ushbu ne'matga kufr keltirgan, ya'ni noshukrlik qilgan bo'ladi dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Ushbu hadisda kafaro, kufr keltirgan bo'lsa so'zi noshukrlik qilgan bo'lsa ma'nosida kelgan. To'rtinchisi, shariatda man qilingan ishdan qattiq qaytarish ma'nosida. An Sa'd ibn Ubaydah أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا يخلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي. Sa'd ibn Ubodadan rivoyat qilinadi. Ibn Umar bir kishining Ka'baga qasamki yo'q deganini eshitib qolib, unga Allohdan o'zga bilan qasam ichilmaydi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kim Allohdan o'zga bilan qasam ichsa, albatta kofir bo'libdi, katta gunoh qilibdi yoki u zotning shirk keltiribdi, ulkan gunoh qilibdi deyotganlarni eshitganman dedi. Termiziy rivoyat qilgan. Ushbu hadisdagi kafara, kofir bo'libdi so'zi shariatda man qilingan ishdan qattiq qaytarish ma'nosida kelgan. Bulardan boshqa yana ko'plab oyat va hadislarda ham kufr so'zi bir-biridan farqli ma'nolarda kelgan. Shuning uchun ham ahli sunna val jamoa ulamolari doimo takfir, musulmonni kofirga chiqarish masalasida o'ta ehtiyot bo'lish lozimligini ta'kidlab kelganlar. Jumladan Moturidiya mazhabining mo'tabar ulamolaridan biri bo'lgan Mulla Ali Qori rahmatullohi alayh Sharhu kitab ala alfazi kufr kitobida quyidagilarni yozgan. Ba'zi adashgan firqalar kishilarni shahodat kalimalarini aytayotgan bo'lsalarda, islom arkonlarini ado etayotgan bo'lsalarda kofirga chiqarishga uringanlar. Boshqa ba'zi firqalar esa yuqoridagilardan mutlaqo teskari yo'l tutishib, shahodat kalimalarini talaffuz qilganlarni biror holatda ham kufrga chiqarib bo'lmaydi deb hisoblashgan. Ahli sunna val jamoadagilar esa kufrga chiqarishni mutlaqo inkor ham qilmaydilar va har bir gunoh tufayli kufrga ham hukm qilmaydilar, balki ahli qibla to'g'risida doimo yaxshi fikrda bo'lishga urinadilar. Iqtibos tugadi. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.